Assalomu alaykum aziz ota-onalar. E'lonlar uchun alohida guruhimiz bor. U yerda e'lonlar matn ko'rinishida joylanadi. Bu kanalda esa e'lonlarni o'zim video formatda joylayman. Video e'lonlarning samarasi yuqori, chunki ular Instagram, YouTube va TikTokga ham chiqariladi. Muhimi, video e'lonlarda shaxsiy ma'lumotlar oshkor qilinmaydi. Ism ham, aniq manzil ham aytilmaydi. Bu sizning maxfiyligingizni ta'minlaydi. Shu sababli video e'lonlarni tavsiya qilamiz. Yana bir iltimos, bu ishlar jiddiy hayot masalasi. Murojaatlar ota-onalar yoki katta yoshdagi orqali bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Tushunganingiz uchun rahmat. Farg'onalik mard erkaklar bormi? Kelinlikka nomzod 23 yoshda, turmushga chiqmagan. Bo'yi 160 cm, vazni 58 kg. Millati o'zbek. Oliy toifali shifokor. Kasbi harbiy shifokor, jarroh. Manzili Farg'ona shahri. Kuyov yoshi 28 yosh atrofida. Harbiy yoki huquq-tartibot organlari xodimi bo'lishi, tashqi ko'rinishiga e'tibor beradigan, o'ziga qaraydigan yigit bo'lishi kerak. Farg'onalik bo'lsa yaxshi, boshqa viloyatdan bo'lsa ham Farg'onada ishlashi kerak. Ish faoliyatiga tushunadigan, mashina haydashiga qarshi bo'lmaydigan, mehribon, romantik, oilani qadrlaydigan va doim qo'llab-quvvatlaydigan inson bo'lishi kerak. Dunyoqarashi keng, aqlli va o'qimishli bo'lishi lozim. Bekorchi tanishuvlar va mayda gaplar uchun yozilmasin. Bog'lanish Telegram orqali. Malikalardek yashashni istagan qiz bormi? Bunday imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. 52 yoshli chet elda yashaydigan erkak hozir Amerikada. Toshkentda uy, joy va mashina bor. Amerikada va Turkiyada ish va yashash sharoiti mavjud. O'z kompaniyasiga ega. Kelin yoshi 20-25 atrofida. Sodda, sof, oilaviy tarbiya ko'rgan qiz izlanadi. Batafsil ma'lumot Telegram orqali. Farg'onaliklar bormi? Baxt tashqi ko'rinishda emas, mehr va mas'uliyatda. Kelinlikka nomzod 24 yoshda. Boyi 173 cm, gavdaliroq. Millati o'zbek. Oilaviy holati ajrashgan, bir nafar qiz farzandi bor. Ma'lumoti o'rta. Kasbi bog'cha opa. Manzili Marg'ilon. Kuyov yoshi 25 dan 35 gacha. O'ziga o'xshagan, baland bo'yli va gavdaliroq bo'lsa yaxshi. Batafsil ma'lumot Telegram orqali. Toshkentliklar, xolajonlar, tayyormisiz? Kuyovlikka nomzod 34 yoshda. Boyi 180 cm, vazni 70 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati uylanmagan. Oliy ma'lumotli, kasbi arxitektor dekor. Manzili Toshkent shahri. Kelin yoshi 23 dan 30 yoshgacha. Taqdirga bog'liq. Nomzod bo'yi 165 cm dan baland bo'lishi. Nozik, tabiiy, aqlli, hayotga o'z fikri bor. Eng muhimi, Allohni tanigan qiz bo'lishi muhim. E'lon jiddiy maqsadda berilmoqda. Toshkentlik mard erkaklar bormi? Baxt shoshilish bilan emas, to'g'ri inson bilan topiladi. Kelinlikka nomzod 36 yoshda. Bo'yi 167 cm, vazni 50 kg. Millati o'zbek, turmushga chiqmagan. Ma'lumoti tugallanmagan oliy. Kasbi davlat ishi. Manzili Toshkent viloyati. Kuyov yoshi 36 dan 40 gacha. Toshkent shahri yoki Toshkent viloyatidan bo'lishi muhim. Bu tanishuv shunchaki emas, hayotni ongli qurish niyatida. Bog'lanish Telegram orqali.